Deylik, hozir oddiygina misol, har qanday jarimani, har qanday qo'llanilayotgan jazo choralarini zamirida tarbiya bo'lishi kerak. Jarima tarbiyalayaptimi bizni? Shaxsan mendan so'rasa yo'q deyman. Faqatgina xarajat qilyapmiz. Har bitta jarima agar odamni tarbiyalamasa, unda maqsad moddiy manfaat degan fikr keladi menda. Deylik, o'sha 30-40 nima uchun Fransiyada rozi, nima uchun Belgiyada, Finlyandiyada rozi? Sababi yo'l infratuzilmasi shunday tashkil etilganki, tezlikni shu darajaga tushirilishi ham uni vaqtini o'g'irlamaydi. U o'sha tezlikda ham o'zini komfort his qiladi. Men o'sha 60 kilometr tezlik bilan xalqi yo'lda harakatlanib ko'rdim. Avtomashinam xuddi buzilib qolgandek harakatlandim. Chunki atrofimdagi tasmalardagi bo'laklardagi avtomashina o'zib ketishni boshladi. Manzilimga 30-40 daqiqa ko'proq vaqt sarfladim. Garchi hech kimga xavf tug'dirmasam ham. O'sha yo'lni xavfsiz qilish orqali ham haydovchiga berish kerak. Nima uchun avtomashinalarimiz bugungi kunda narxi oshish bilan birgalikda uni texnik parametrlari ham oshirilyapti? Nima uchun turbo? Nima uchun biz biroz tezkor, tezlanadigan avtomashinalarni ishlab chiqaryapmiz? Agar o'sha miqdorda tezlana olmasa, men hozir soatiga 150-200 kilometr bilan harakatlanish haqida gapirmayapman. Oddiy 80-90 ni gapiryapman. Agar 30-40 bilan harakatlanadigan bo'lsa, keling avtomashinalarning barchasini speedometrini soatiga 60 kilometrgacha cheklab qo'yaylik. Yoki o'sha tezlikda harakatlanadigan mashina ishlab chiqaraylik. Butunlay taqiqlaylik tez yurar avtomashinalar importini. Biz sport avtomashinalarini, eksklyuziv superkarlarni import qilyapmizmi? Bojini to'layapmizmi? Ruxsat bering, yuraylik o'sha tezlikda. Yo'l yaratib bering. O'sha pulli yo'l hali yaratilmadi. Men manzilimga 3 soatli yo'lga 8 soat sarflash xohlamayman, oddiy.